Assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Diyor. Men hozirda Codial akademiyasida grafik dizayn sohasi bo'yicha yordamchi ustoz bo'lib ishlab bormoqdaman va bundan tashqari katta va kichik loyihalarda ishtirok etib kelmoqdaman. Grafik dizayn sohasiga kirib kelishim qanday bo'lgan? Keling shular haqida gaplashsak. Men yoshligimda rasm chizish va rasm yaratishga juda qiziqqanman va keyinchalik rasm chizishning zamonaviy turi grafik dizayn sohasini o'rgandim. Grafik dizayn sohasini o'rganishim va uni rivojlantirishim uchun Jasurbek ustoz menga juda ko'p yordam berdi. Codial akademiyasiga qo'shilishim hayotimda eng muhim qarorlardan biri bo'ldi. Bu yerda nafaqat sifatli ta'lim, balki amaliyot bilan bilimlarimni mustahkamlash uchun imkoniyat mavjud. Codial akademiyasida o'quv rejalar aniq tuzilgan va o'quvchilar uchun qulay muhit yaratilgan. Codial akademiyasidagi ustozlar orasida Jasurbek ustozning o'rni men uchun alohida. Chunki grafik dizayn sohasini aynan Jasurbek ustozdan o'rganganman. U kishining dars o'tishi juda sodda va tushunarli va interaktiv. Jasurbek ustoz har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratadi. Ular bilan samimiy va do'stona muloqot qila oladi. U kishi murakkab mavzularni ham oddiy va qiziqarli tushuntirib bera oladilar. Dastlab menga Adobe Illustrator kabi dasturlar biroz qiyinga o'xshab tuyuldi. Jasurbek aka va jamoaning ko'magi bilan bu qiyinchilikni yengib o'tdim va men Photoshop, CorelDRAW va Illustrator kabi dasturlarni puxta o'zlashtirib, ulardan samarali foydalanishni o'rgandim. Birinchi ish topishim uncha qiyin bo'lmagan. Codial akademiyasidan olgan bilimlarim ish topishimda juda qo'l kelgan. Men birinchi bo'lib reklama agentligida ish boshlaganman va u yerda jamoaning qadriyatlari menga to'g'ri kelmaganligi uchun u yerda tark etishga majbur bo'lganman. Men bugungi kunda Codial akademiyasining grafik dizayn sohasida yordamchi ustoz bo'lib ish yuritmoqdaman va bundan boshqa o'quv markaz va tashkilotlar uchun SMD postlar, ya'ni bannerlar tayyorlab bermoqdaman. Men o'z tajribamdan kelib chiqib dizayn sohasini boshlamoqchilarga bir maslahat bermoqchiman. Hech qachon bilim olishdan to'xtamang. Ya'ni dizayn sohasida har doim yangiliklar bor. Siz ularga moslashishingiz kerak. Men Codial akademiyasida ishlashdan tashqari Farg'ona Politexnika institutining 2-bosqich talabasiman. Hamma biladi, o'qish va ish davomida qiyinchiliklar bo'ladi. Bu qiyinchiliklarda menga har doim yonimda turib dalda bergan ota-onamga rahmat aytib qolmoqchiman. Va shuningdek, grafik dizayn sohasida o'z o'rnimni topishimga juda ham katta hissasini qo'shgan Jasurbek ustozga minnatdorchilik bildiraman.